Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün Müslümanlarga, bugünkü günde bulup mu Uygur Müslümanlarga xuddi tuzga o'xshash lazım deb qaraydigan muhim bir psixik fazilat haqida to'xtalmoqchi. U bo'lsa-mu umid varlıqdan iborat. Men bu vaqtda to'xtalishdan burun bunda bir narsani, iymonning insonning hayotiga qanday ta'sir ko'rsatganligini qisqacha bir sharhlashga tirishay. Biz ilqi iymon bizning yaxshi harakatlarimizning harakatlantiruvchi kuchi yoki manbai deb bilamiz. Ama onun ilqi mexanizmiga inchki diqqat qiladigan bo'lsak, amaliyotda bir musulmonning onun qalbida shakllangan iymoni eng avval ashularning tafakkur usulini, dunyo qarashini, masalalarni o'lchaydigan tarozisini, kuzatadigan chiqish nuqtasi qatorliqlarni o'zgartirish orqali anadagi bir musulmonning hayotini o'zgartirdi. Yani bir Müslüman iman etkandan keyin, onun etkan imanı, onun bütün şu dünyadaki barlık meselelerini, vaka hadiselerini, ölçeş, karaş şeklini bütünleyim de inkılap karakterlik özgertip taşlaydı. Bana muşuların içi de, yani bir adam Müslüman boğandan keyin, imanını düşüngenden keyin, yoki kabul kılgandan keyin, şu ümit varlıkның özü, del şu iman bizge payda kıldığın bir muhim pislik sapadan ibaret. Onda da ümit varlık, bir Müslüman'a nispeten zaten ne mi direkt verdi? Bu vakti toxtalıştım burun, ben hazır başta ötep ketken bir narsani bir misal bilen düşündürey. Mesela deyli, eğer biz hayatta ma'lum bir işini kılıp ziyan tartsak, mesela ticarette ziyan tarttık deyli, ya ki başka bir işte umutsuzluk uçurduk. Bir Müslüman'a nispeten bu iş nime? İmtihandan ibaret. Çünkü biz Müslüman, hayatta uçuran sınaklarını, eziyetlerini bu Allah'tan gelen imtihan deb bildi. O imtihan deb bilgenligi üçün onun tutulgan pozitsiyasi bütünley farqlanıda o'xshamaydi. Şunun bilan bir mag'lubiyatga duch kelgan vaqtda o mag'lubiyat o odamni bütünley izib tashlamasdan, yani onu psixik jihati vayron qilib etmasdan, balki unga nisbatan o'zini taraqqiy qildiradigan, tajriba savoq yakunlaydigan, yani xatoliqidan o'rganib, bundan keyin takrorlamaydigan bir xil fursat beradi. Yana bir musulmon mag'lubiyatga nisbatan ashunda qaraydi. Agar unda qarayanmasa, bayam degandek, bu tushuncha, ya'ni mag'lubiyatni imtihon deb qarayanmaydigan bu tushuncha, unga nisbatan nihoyat kuchli bir ruhiy zarba bo'lishi, uning o'ziga bo'lgan ishonchini to'liq bitchit qilib etishi mumkin. Ana mana shularning ichida shu umid varlik bir iymon musulmonlarda paydo qiladigan nihoyat muhim bir psixik sapodan iborat. Hatto bu umid varlikni Kur'an'daki bazı ayetlerine qaraganda bütünley iman bilen bevosita münasebetlik ve imanға bağlangan deyishki buldu. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın bunda deganligini bizga so'zlaydi. İbrahim Aleyhisselam bundaq dedi. Perverdigarımның rahmetidan mushu azg'unlardan boshqa kim umidsiz bo'lib qolar deb shunda dedi. Ya'ni Allohning rahmetidan umidlanish yoki umidsizlanishni azg'unlik yoki hidoyat yo'lida bo'lishga bog'layotdi Allah. Mayada gumrohlar deb elingan, yani Arapça zallin, yani ezip ketkenler. Yani hidayet yolundan çıkıp ketkenler. Yani Allah'ın rahmetinden ümit var buluş. Yoki ümitsizlik ne? Ameliyatta bir vasıta bu yerde Allah imanına bağlavattı. Yani bu ümit var buluş, nokul bizge nispeten bizde bu olsa yaxşı bulduğun, boğmaya kalsamı bek bir çoğu olmaydıgan, bu da koşumcu süpetlerden demez. Belki Allah imanına bir vasıta bağlagan ayeti muhim süpetlerden. Yani onun başka Allah Kur'an-ı Kerim'de nurgun kısselerini bayan kılış arkalık bizge bunda bir nersini uqturmakçı oldu. Mesela biz Kur'an'da okuyduğun Talut'ның, yani aciz bir Talut'ның, üzdün neçesi küçlük düşmanı boğan Calut'ның üstüden kanda galbi kılganlıqını sözleydi. Bani İsrail'e okşaş, Musa Aleyhisselam'ın yetekçiliğinde üzdün neçi hessi küçlük. Yani şu devirki dünyadaki en küçlük imperiya olan Firavunның üstüden kanda galip gelgenlikini ve ulardan kanda putulganlıqını Allah bizge bu kıssalar arkalık bayan kıldı. Emniyette bu kıssalar arkalık Allah bizge ne demekçi? Yani sen qancha aciz bolsan bu, senin acizliğin Allah'ın sana galibi epkilediganligiga, seni o küçlüklerinin üstüden galip kıladiganligiga bo'lgan ishonchingni tavirtib qo'ymasin. Sen acizliğin sebebinden ümitsiz bo'lib qolma demekçi. Ümit varlık deganimiz del, biz meyli küçlük halatda bo'layli, meyli aciz halatda bo'layli. Meyli kündülük turmuşumuz bayaşat ötsün. Ya ki sen namrat bolup kalaydı. Ticaretimiz burunla ait ravaj tapkan bolsa, hazırlık vaktinde sen kasatlaşıp kalsın. Meyli biz vatanda bolaylı ya ki musafirçilikte bolaylı.
ahvolining cho'qim yaxshilanib ketadiganligiga, ayatining bugunga qaraganda cho'qim yaxshi bo'ladiganligiga, Allohning bizni tashlab etmaydiganligiga, bizga cho'qim bir chiqish yo'lini ko'rsatib beradiganligiga bo'lgan ishonchning tavranmasligidan iborat. Umidvorlik degan mana shu. Umidvorlik degan mana shu. Payg'ambar alayhisalom Makkadagi shuncha ojiz vaqtda sahobalarni qanday ilhomlantirgan? Makkadagi shunda ojiz sahobalar tasavvur qilolmayotgan vaqtda Payg'ambar alayhisalom shunda deganki, kunlarning birida shu Yamanning San'adan bir ayol o'zi yolg'iz safar qilib, toki Hazramavatgacha bo'lgan oraliqni butunlay xotirjam basa oladigan bir dunyo borliq keldi deb shunda degan. Endi u vaqtki safarni o'ylab baqadigan bo'lsak, bu Yamanning San'a deganimiz endi Saudiya Arabistonning eng janubidan, eng osti tarafdan, eng usti tarafga kesib o'tadigan. Qanday yerlardan? Dashtdan, cho'ldan, qumliqdan yolg'iz kesib o'tadigan bir safarning gapini qilyapti. Bu bunda o'ylab baqsak endi Makkadagi shuncha zulmni qilayotgan, o'zini oyda kuchsiz, ojiz his qilayotgan musulmonlar Payg'ambar alayhisolamning bergan tasallisi. Nima deb tasalli beryapti? Umid bor bo'linglar. İşte hozir ko'ringandek emas. Kelgusida bu cho'qim o'zgaraydi deb tasalli beryapti. Hatto sahobalarga Kisroning qasrlarining kelgusida sizlarning bo'ladi deyish orqali, Kisroning mol dunyolari sizlarning bo'ladi deyish orqali shularga shunda tasalli bergan va kelgusida shunda bo'lgan. Bu bir tarafdan payg'ambarimizning mo'jizasini ko'rsatsa, ya'ni kelgusidan oldin bishorat beradigan bir mo'jizasini ko'rsatsa, yana bir tarafdan eng ojiz vaqtda sahobalarni Payg'ambar alayhisolamning umid bag'ishlash orqali qaddini tik tutishga da'vat qilganligini ko'rsatdi. Men hozir deganimdek umidvorlik degan nima deganda, bulutma bir musulmonga nisbatan umidvorlik o'zining butun jahonning eng cho'ng qudrat egisi bo'lgan Allohga iymon keltirganligini unutib qolmay, har vaqt Allohning o'zi bilan birga ekanligiga bo'lgan ishonchni suslashtirib qo'ymay. Gerçi hozir ko'rinishda sal ojiz bo'lsam-mu, ba'zi ishlarda o'nsizlikqa uchragan bo'lsam-mu yoki bo'lsaqmi, Alloh cho'qim bizga bir chiqish yo'li beradi. Alloh bizga cho'qim bir fursat beradi. Ishlar hargiz hozir ko'ringandek bo'lmaydi. Ayati cho'qim bugundan yaxshi bo'ldi. Kelgusimiz hozirimizdan yaxshi bo'ldi deganga nisbatan ishonchni, umidni yo'qotmaslik degandan iborat. Faqat va faqat mushunda bo'lgan vaqtda anandan keyin biz kelgusiga nisbatan umid bilan harakat qila olamiz. Bu umidvorlik bizning tutmas tugumas kuch buluqimizga, manbaimizga aylana oladi. Bunda bir narsani tasavvur qilib boqayli. Masalan biz bir o'rmonlikda, o'rmonlik butunlay qop-qorong'u. Shunday qop-qorong'u vaqtda biz qanday qilamiz? Hech nima qilolmaymiz. Ya'ni bir qadamni ololmaymiz. Chunki atrofimiz butunlay qorong'u bo'lg'achqa biz qayerga borsak xatar bor, qayerga borsak bexatar deganni bilmaymiz. Agar yiroqdan xuddi Shamning palildishidek kichikkina bir uchqunni ko'rgan vaqtda qanday bo'ldi? Biz darhol mag'durimiz qolmasimi, kuch-quvvatga to'lamiz, qayerga menishni bilalaymiz. Umid shunga o'xshaydi. Biz eng ojiz vaqtlarimizda bizga qayerga menishni, qayerdan kuch tepishni ko'rsatib beradi. Shunlashqa biz mayli qaysi holatda qolayli, bu umidvorlik degan bir xil pozitsiya masalasi. Bu bir xil nuqul bor yoki yo'qlik masalasi emas. Mesela biz hozir Uyg'urlarga nisbatan xuddi Xitoy dunyodagi eng qudratli bir kuch. Xuddi bizga nisbatan yemirilmaydigandek, yiqilmaydigandek, har doim shuna g'olib turdigandek o'ylab qolamiz. Xuddi ayni vaqtda Bani Isroil Fir'avnni qanday o'ylab qolgan bo'lsa, Talutning qavmi Jalutni qanday o'ylab qolgan bo'lsa, biz bu shunday o'ylab qilyapmiz. Ammo bu ishlar unda bo'lmaydi. Biz faqat umidimizni yo'qotmasaqla va umidimizdan iborat mushu uchqunni lavuldatib, mash'alga, yalqinga, kuchlik o'tga aylantiradigan vaqtda, anandan keyin biz bu dushmanlarimizni ko'ydirib o'taylaymiz, kul qilib o'taylaymiz. Shunlashqa masala umidning bor yo'qligida emas. Balki shu umidni, fursatni bayqay oladigan ko'zning, aqlning bor yo'qligida. Mesela hozir nurg'un Uyg'urlar chet elda pul tepish intayin taskan deydi. Turkiyada pul tepish taskan, jon beqish taskan, fursat yo'qkan deymiz. Ammo fursat haqiqatan yo'qmi yoki biz fursatga loyiq iqtidorni hozirladikmi, hozirlamadikmi? Biz fursatni bayqadikmi yoki ko'rmadikmi? Biz ma'nuqtudimi masala qarab bekishimiz lozim. Shu narsa aniq bo'lsinki, Allohning qonuniyati menimcha bu. Allah hiçbir zaman bir shaxsni yoki bir millatni bütün imkoniyatdan mahrum qo'ymaydi. Agar derizali itilib qolgan bo'lsa, Alloh cho'qim tunglikni ochib beradi. Ishik itilib qolgan bo'lsa, derizini ochib beradi. Biz faqat
ko'zimizni yumib olib, voy deraza ochilmadi, eshik ochiq emaskan, biz faqat chiqish yo'lini topolmadik deb ko'zimizni yumib olib qaqshab olganligimiz uchun tunglikning ochiq ekanligini ko'rolmayapmiz. Shunlashqa bu mening pozitsiya masalasi deb takror deyishimning sababi shu. Bu iliqi umid fursatlarining bor yo'qligi emas, balki bizning ko'rish ko'rmasligimiz masalasi. Xuddi ayni vaqtda sahobalar qanday umidsizlangan bo'lsa, xuddi Qur'oni Karimda deganidek, ey Allah qachon bu Allohning yordami keladi? Yani meta nasrullah, Allohning yordami qachon? degan vaqtda aldirmanglar. Sizlar sinalmay turib, bu imtihonlardan o'tmay turib, Allohning yordamini kutyapamsa, unda qilmaydi deb Allah bunda javob beryapti. Ya'ni fursat bor, ammo bu imtihonlardan o'tish sharti bilan bu fursatga biz erisha olamiz va topa olamiz. Men ilk bir misol olaymi shu fursatning bor yo'qligini, ilk o'xshamagan odamlarga nisbatan farqli bo'lganligini. Chunki hozir dedik, ba'zi kishilar umidsiz pozitsiyada bo'lganligi uchun dunyo uningga kulrang ko'rinadi, qorong'u ko'rinadi, hech qanday ishni qilg'ili bo'lmaydigandek bilinadi. Ammo o'xshash kishi masala yana bir kishi diqqat qilgan vaqtda uningga boshqacha ko'rinadi. Ilk tijorat sohasidagi kitoblarda tuni tilg'iladigan bir qiziq bir hikoya bor. Bir oyoq shirkatidagilar birisini Afrikaga oyoq sotishga avatidi. Birisi borganda kimdo qarasa bu Afrikaliklar faqat oyoq kiymaydi, yalang oyoqli yuriydi. Shundan men buni oid umidsizlanib ketib, shirkatga qaytdi. O Afrikada qat'iy oyoq sot qilinmaydi ekan, bu hech kim oyoq kiymaydi ekan yerda. Hammadan yalang oyoq yuriydi ekan. Bu yalang oyoq yuradigan odamga qanday oyoq sot qilib bo'ldi deydi. Shunda shirkatning xo'jayini, "Ha bo'pti" deb yana bir aylanib aytdi. Yana bir aylan Afrikaga borganda shunda qarasa hech kim oyoq kiymagan. Shundan ha fursatga buni oyoq kiymaganligi, buni rasmiy oyoq sotadigan fursatgan deb shu oyoqni tashviq qilish, kiyishni o'rgatish degandek nihoyat zo'r tirishchilik qilgan keyin Afrikada nihoyat cho'ng bozor ochdi. Ya'ni oyoq kiymaydigan afrikaliklarni oyoq kiydigan qilib o'tdi. Bu yerda diqqat qiladigan nuqta bu. Masala o'xshash. Afrikaliklarning oyoq kiymasligidan iborat bir masala bor. Ammo o'xshamagan ikki odam o'xshash bir masaladan ikki xil xulosa chiqaryapti. Birisi umidsiz. Uning oyoq kiymasligi bozor ochqiligi bo'lmaydiganligini alomati. Ammo yana biriga nisbatan ularning oyoq kiymasligi dal bozorning eng cho'ng ekanligini alomati. Aslida bu umidvorlik o'sha psixologiya nuqtasidan to'xtaladigan bo'lsak, nihoyat muhim va uzun tema. Ammo vaqtimiz bekmi qis. Men faqat umidvorlikning biz uchun nima bu qadar muhim ekanligini bir qancha nuqtaga yig'inchoqlash orqali so'zni oxirlashtiray. Birinchisi, bayam deb o'tdim amaliyotda buni. Umidvorlik iymon bilan bevosita bog'langan. Bir odam bir tarafdan iymon etib turib, ya'ni mu'min sanilib turib, mu'min sifatiga ega bo'lib turib, yana bir tarafdan umidsiz bo'lishi faqat yarashmaydi. Chunki uning yanida kim bor? Alloh bor. U qanday yerda to'g'ri yo'lda. U dunyodagi eng kuchli bir zotning himoyasida turib, eng kuchli zotga iymon etgan turib, uning umidsizlanishga hech qanday bahonasi yo'q. Shunlashqa bir odam bir tarafdan musulmon bo'lib turib, yana bir tarafdan haddidan ziyod tushkun, umidsizlik patqaga patgan bo'lsa, o chaqda iymonimizni qayta bir so'roqqa tortib beqish vazifamiz bor. Ikkinchisi, umidvorlik bizning kuch manbayimiz. Men bayon deganimga o'xshash, biz hech qanday umid ko'rmagan bir ishga mayli aqlimizni, mayli iqtisodimizni, mayli vaqtimizni, ya'ni hech nimamizni mablag' qilib solmaymiz. Chunki biz men bu ishni qilsam baribir mag'lub bo'laman degan ishni qanday qilamiz? Chunki allburun umidsiz biz. Biz o'zimizni bir futbol komandasining a'zosi deb qaraylik, yoki har qanday bir top musobaqasiga qatnashmoqchi. Ammo biz musobaqa qatnashishdan burun o'yladik-ki, qarshi taraf bek kuchli, ular o'tgan yil chempion bo'lgan, biz baribir yengilib ketamiz. Agar bu komandadagilarning hammasining qalbida cho'qim yengilib ketamiz deydigan bir tushuncha bo'lsa, ular butun kuchini chiqarib, butun taktikasini ishlatib bu topni o'ynamdi. Bu musobaqaga ichidan chiqarib qatnashamdi. Unda qilmaydi. Chunki ular bir pay o'qni atmay turib mag'lub bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin muqarrar yengilaman degan bu urushqa o'zining vujudini atab turib kirishmaydi. Xuddi o'xshash. Ma tijoratda foyda yo'q deb bo'lgandan keyin kim bu tijoratga mablag' soldi? Ya'ni bu tijoratda umid yo'q bo'lib bo'lgandan keyin hech kim bunga mablag' solmaydi. Chunki oxiri nima gapirdi? Ziyon gapirdi. Xuddi hozir men umidvorlik biz uchun nima uchun muhim deyman? Biz dal shunday bir umidga muhtoj. Biz shunday bir umidga muhtoj. Chunki hozir bizning bu ko'rinishdagi zohiriy holatimiz nihoyat tushkun, nihoyat umidsiz. Va bularni chet eldagi nurg'un Uyg'urlar e'tirof qilmayli, oshkora deyli demayli, ma'lum darajada, balki yuqori darajada yoki tuvan yoki o'rta darajada bir tushkunlikka mubtalo. Mayli iqtisodiy qiyinchilik bo'lsin, mayli bu beshimizga kelgan bu siyosiy falokatchiliklar, bu qirg'inchiliklar bo'lsin, bizni bir xil umiddan yiroqlashtiryapti. Ammo biz mana shunday vaqtda umidsizlanmay turadigan vaqtimizda
anadın kim fursatlarını göreyimiz. Fursatlar ümit var kişilerge işkini açıdı. Ümitsiz kişilerge işkini açmaydı. Ümitsiz kişiler fursatının yeni tutusunu görmeydi. O da bayamkan Afrika'ya bağlan ayak satqıçıga okşaş. Üçüncüsü, ümitvarlık bizim psixik ve cismani sağlamlığımız için nayet mühim şart. Biz psixik sağlamlık diye vakitte, psixik sağlamlıkın en çok düşmanı nime? Azı Türkiye'deki hem öyle nayet yaxşı bildiğin bir gap var. Depresyon. Aslında İngilizce'deki depression diyen gapten gelgen. Yani Uygurca tercüme kılsak belki düşkünlük bir kadar muvafiq ibare buluşu mümkün. Yani düşkünlükki mubtila. Düşkün bolup kaptığımız, doktor depresyon bolup kapsız dedi, depresyona kirip kapsız dedi diyen gaplarni jik anlayımız. Bunun tigir yatkan sebep ümitsizlik. Ümitsizlik eğer bizge çaplaşsa, o nokul bizim psikimizni düşkünlükki girip tarakıplı kalmasın, asta bize cismani sağlamlığımızını mı horotuşka çiretişke başlaydı. Şunlaşka biz ümitsizlikni özümüzden akidesi ve imanımızla çokum yengişimiz lazım. Dördüncüsü, ümitvarlık muvaffakiyetten aldığın şartı. Meyli hukukçılığa nispeten bu yer duruvatkan. Mektepte imtihanda yaxşı netice alay. Yaxşı bir mektepçi kirey dese. Ya ki biz iktisatta çoğun bir pul tapay, bir karxana kuray ya ki iyilik tikleyle desek. Hatta biz özümüzün siyasi istikbalini en güzel revişte vücut çıkarış için, yani erkillikimizi kolu keltiriş için bir faaliyet kılayla desek, bir hareket kozgaylı, özümüzde bu küreşki ataylı diye vaktimizde, bana muşu neticenin, muşu galibi muvaffakiyetinin açıkçı ümit varlık. Bayam degenim bu okşaş. Ben hakançı tirişsam mı? Ben bu mektepki kiremmeyme diyen bir hukukçu tirişamdı. Tirişmaydı. Şunlaşka ata analımı ballarına ümit var buluş, ümit varlık hakkında ayeti cık, terbiye işlişi, ballarda her kanda bir ümitsizlik, düşkünlükte alamet görülüp kalan vakitte derhal bunu müdahale kılıp bunu aldın elişi lazım. Perzent terbiyesideki en mühim meselelerden biri şu. Çünkü balam ben bir kılanmaydı kemme dada edip üzgü boğa işenişi yukattı diyen gem, ümitsizlik pattı diyen gem. Bunu esla ve esla ruhsat kılış olmaydı. Harvard Üniversitesi'nin bir tetkikatı var. Aşınında mında bir gepni kıptı. Tarıhtın bu yan hazırgıça meyle siyasi yolla, meyle herbi generalla, alımla, karxanıçıla degenge okşaş her kaysı sahada muvaffakiyet kazangan kişilerini tetkik kılandan keyin bula ula hazırlagan şartlarını azaytıp en tüven, en az bir nesini tefik bakılı deb. 3 nesi yığınçaklaptı. Adetlik muvaffakiyetin neticelerinin, sebeplerinin nurgun nezriyeleri var. Bazısı 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl, 15 yıl degenge okşaş. Ama ula bazısı da bağ, bazısı da boğmaydıgan. Bazısı küçükrek, bazısı acizrak amillarının hemmini çıkırıp etip fakat boğması katli boğmaydıgan 3 nesi edepti. Birincisi İngilizce passion. Bu passion diyen gap ne Uygurca biz? İştiyak. İştiyak ya ki kızgınlık. Türkçe tutku. Yani bir işki nispeten içiden gelgen bir ot, bir heves. Şu işni kılgan vakitte üzünü unutup giteleydigan. Şu işten nait o huzur, zok, şok alalaydigan bulur. İkincisi del şu. Yani ümit varlık. İngilizce optimizm de. Ümit varlık. Yani ula kanda oylaydı dese ticaret kılsın mı? Ya ki bir general olsun mu? Ben taktiki planlarımı yaxşı kılsam çukurma düşmenin üstünde galbi kılalayım edip ula her kanda vaziyet açar. Etraf bütünle kapkaranlık boğa vakitte mi? Kayaydan yürük kildiğanlıkını tapalaydıgan, üzünü yuqtup koymaydıgan adamlar. Ümitsizlikten en xatarlik tarafi bizden normal logikaya uygun fikir yürgüzüşümüzni çeklep koydu. Biz Allah burun düşkünlüş boğanlığımız için Xuda bayam qılıqı futbol müsabaqasına qatnaşqan ballığa oxşaş. Bərber yengilimiz degan tamğını üzüb besib boğanlığı için o da yengişning taktikasini oylaşmaydı. Eğer yak azıtılı tirsak yengelişimiz mümkün ağinle onda qınmaylı deyip qalsa, hiç olmasa bir taktik oylaydı. Şundan düşmanning ma'lum bir xatoligini çin tutib la, gerçi aciz bolsa mu şu meydan müsabaqada yengil alishi mümkün. Şu ümitsizlikten xatarlik tarafi bizim tefekkürümüzü bütünle buzuydu. Üçüncüsü o şartning tirişçanlık. Yani gayet zor tirişçanlık. Yani ümidvarlık, kızgınlık, tirişçanlık. Muşu üçü tepilgan vakitte bir adam muvaffakiyet kazanalaydı dedi. Bunu hemmemiz özümüzge şunda tadbiqlab baksak belki men de mao kim, yoki mao ba, mao yok, mao küçük, mao aciz deb diagnoz qo'ya olishimiz mumkin. Hem de 5-incisi, men başta ümidvarlık bizim küçüğümüzün manbasi dedim. Ama 5-incisi ameliyatda aşırı münasebetlik ama texmi konkretlaştıraydım. Çünkü biz hazır gayet bir düşmanın aldıda.
Düşmanımızga qarshi turishdagi eng cho'ng kuch manbayimiz bizning umidvorlikdan iborat. Xitoy mayli vatanda, mayli chet elda qanday bir taktika yo'l qo'yyotidi, psixik jihatdan dal bizni umidsizlantirish bilan. Xitoyning vatanda bir mezgil az to'la yumshoq siyosat qo'llanganligi, az to'la bizni papilaganligi, qatorliqlar balkim Uyg'urlarga nisbatan bir qo'lida kaltak, bir qo'lida savza deydigan bir taktika va yani bir tarafdan qo'rqitish, bir tarafdan mukofot berish degandek. Yani az to'la ularni iqtisodiyat gullantirish orqali taraqqiy qildirsak, bizga bo'lgan dushmanlikka aziyishi, mustaqillik, erkinlik degandek gaplardan unutib ketishi, shu pul topa olsa, jinni yaxshi baqa olsa, uf deb ma siyosiy g'alvalarni qilmasligi mumkin deb o'ylab ba'zi yumshoq taktikalarni qo'llangan vatanda. Masalan bizga bir mezgil o'zimizning ona tilida ma'rifni elib bora olganligimiz, masjidlarni ma'lumlash, echib ba'zi bir diniy ma'rifni ko'zini yumganligi garchi yo'l qo'ymasimi? Mana shularning hammasi balki ularning shu yumshoq siyosatining bir ifodalari bo'lishi mumkin. Ammo 2015lardan keyin, hatto 2009lardan keyin balki Xitoy bu xulosani to'liq tashlab etib, boshqa bir taktikasini qo'llandi. Hozirgi mayli bizni nima deb qolsang qol, aqosingni izish, seni psixik jihatdan vayron qilish orqali bizga qarshi tura olmaydigan, qarshi turishni o'ylamaydigan qilib etli degan yo'lda mangdi. Mana bu taktikaning tegi-taktidagi sababi nima? Umidsizlikni bizning so'ngaklarimizga, iliklerimizga qadar singdirib etmoqchi. Va bu jihatda ma'lum darajada g'alaba qilmadi demaymiz. Mana sizlarga ikki bir tajribani so'zlab beray. Halqa olimlarning chashqon haqida bir tajribasi bor. Bir necha chashqonni bunda qirg'iqini ko'gil olmaydigan cho'ng bir qachining ichiga tashlaydi. Odatda chashqon suv uzalaydi do'stlar. Ammo bu qirg'iqini ko'ranmaydigan qachiga tashlangan chashqonlar azroq uzgandan keyinla davomli paloqishib jantalashishdi. Ya'ni uzishdan voz kechib, nihoyat tezla tunjuqib o'ladi. Ammo yana bir qachiga tashlaydi. Bu qachining girvikini ko'gili oldu. Da qarshi ko'ralaydi. Amaliyotda yeliqi qachiga tashlaganlar bilan orliq o'xshash. Girvekning orliq o'xshash. Faqat birini ko'gili oldu, birini ko'gili olmaydi. Shuning bilan girvikini ko'gili bo'ladigan suvga tashlangan chashqonlar nihoyat kuchab jantalashish, uzish orqali uning ichidagi bir turkumi qirg'oqqa ulisha olgan. Endi uni olimlar psixologlar shunday bir xulosa chiqarib bakkan. Balkim ulardagi qirg'oqni ko'rgandan keyin aztola umidvorlik endi bu yerdiki. Ya qutula olaydi ekanman deganga nisbatan shakllangan umidvorlik ulardan voz kechmay suv uzishdan iborat harakatiga kuch bo'lgan. Hozir nurg'unlarimiz amaliyotda shu qirg'oqni ko'gil olmaydigan ko'lga tashlab etilgan chashqonlarga o'xshab qelyapmiz. Davomli suv uzishdan, paloqishdan baldurlar voz kechyapmiz. Yana Xitoyni maqsadiga o'zimiz yetkazyapmiz. Yana bir misol. Xitoyning yana bir taktikasining misoli menimcha. Hozir bizni aramızda umidvorlar bo'lsa-mu, umidsizlik orqali betaraf qilyapti. Umidvor kishilar Xitoyning yiqiladiganligini, bizning g'alaba qilish imkoniyatimizning mavjud ekanligini so'zlagan vaqtda, yana nurg'un umidsiz kishilar, umidvor kishilarni bular degan bilan bunda bo'lmaydi. Bular sarangoylar deb ishida shunda qaraydi nurg'un kishilar. Vatanda mana shundaqdi. Vatanda bizning ota-onalarimiz bizni Xitoyga qarshi kurash qildim deb tarbiyalamagan mutlaq ko'p qism Uyg'urni. Balam, bu tuxum bilan tashning teng bo'lgani yo'q. Eng yaxshisi qisili degan gapni mutlaq ko'p qism ota-onamiz degan. Chunki bizning ota-onalarimiz umidni allburun uzgan. Shunlashqa biz nima? Behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lma. Ahmoq bo'lma demakchi. Bir qapazga bir turkum maymunlarni solaydi. Bu qapazning ustiga bananni sangilatib qo'ydi. Shuning bilan qapazga kirgan maymunlar bananga qarab darhol bananga etilib buni yemoqchi bo'ladi. Haqiqatan bananga endi qo'li tegaydigan vaqtda qapazning sirtida kuchli besimli suv bor. Bu suv bilan maymunlarni urdi. Shuna endi bananni tutaydigan vaqtda bu maymun yiqiladi. Yana birdamdan keyin suv to'xtagandan keyin yana bananga etiladi. Yana suv bilan ularni urdi. Yana tushdi. Oxiri maymunlar biz baribir buni shunday yaqinlashsaqmi? Biz buni ololmaydi ekanmiz. Bu sangilab turgan bilan bu yigilib bo'ldigan banan emasken deb bu maymunlar buni voz kechdi. Endi qiziqarli yeri keyinda. Endi olimlar bu qapasni ichib buning ichiga de yangi maymunlarni qo'ydi. Yangi maymunlar kirgandan keyin shuning bilan bunimda qarasa banana ma ahmoq gulni jeb yemabdi. Derhal bunu bananga ısılmakçı oldu. Derhal bananga ısılgan vaqtda bu qitim endi suv bilan urishga hojat qolmaydi. Derhal burun maymunlar yeni kelgan maymunning putga eslib,
bananga qat'iy uni yigil qo'ymaydi. Hammasi chuqurab, yangi maymunlarni tortib tushirib, ananga esilma deb uni esil qilib qo'ymaydi. Shunda yangi maymunlarni kirdi. Yangi kelgan maymunlarning hammasi ko'ni maymunlarning shu tortishi bilan banan sangilab tursimi keyin hech kim kallasini ko'tarib bananga qarab qo'ymaydigan bo'lib ketdi. Bizga o'xshamdi ekan. Hozir ichimizdagi nurg'unlarimiz shu umidvor bo'ldi desakmi, shu putni sangilab, putni tortib o'tadigan maymunlarga o'xshaymiz. Xitoyning maqsadi shu va ma'lum darajada maqsadiga yetdi. Ammo biz bir musulmon bo'lib sübtimiz bilan, umidvorlik iymoniga bog'langan kishilar bo'lib sübtimiz bilan bunga ruxsat qilmasligimiz lozim. Xitoyning bizning vatanimizni, tuprog'imizni ishg'ol qilib olgani bir paket bo'lsinmi, ammo ular bizni shunday umidsizlantirish, qo'rqitish, vahima selish yo'li bilan bizning qalbimizni, ruhiy dunyomizni ishg'ol qilib olishiga biz ruxsat qilmasligimiz lozim. Alloh bizga bu erkinlikni bergan. Bizning eng oxirgi erkin rayonimiz bizning qalbimiz, bizning ichki dunyomiz. Biz buni iymonimiz bilan saqlab turmasak, umidvorligimiz bilan qo'g'dimisak, asta-asta Xitoy Beijingda turib, chet eldagi barliq Uyg'urlarning qalbini istilo qilib oladi. Shu Alloh oxirida hammamizni umidvor yashashga, umidvor bo'lishga har doim bu umidvorlikni iymon bilan bog'langan bir xususiyat ekanligini eslab turishga Alloh nasib qilsin.